Orangizda ko'pchilik hozir chet ellarda nima uchun homiladorlar suvda tug'ishni ma'qul ko'rib turibdi, doktor? Uni qandaydir yaxshi qulay tarafi bormi deb so'ragan. Buni Amerika tadqiqotchi olimlari ham isbotlab berishgan. Agar iliq suvda, basseyn kabi katta maxsus vannachalarda mana shu to'lg'oq tutayotgan paytda homilador tug'ish jarayonini amalga oshiradigan bo'lsa, birinchi o'rinda bu homiladorni o'sha iliq vannani suvi issiq ta'siri homiladorga og'riqlarni, noqulayliklarni dorisiz yengillashtirish imkonini beradi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, har qanday harakatni bajarish uchun homiladorga yengillik va qulaylik beradi. O'zingiz suvda harakat qilib ko'rgansiz, biror bir jismni ko'tarib ko'rgansiz, to'g'rimi? Orangizda basseynda o'zini tanishini ko'tarib ko'rganlar bormi? 70-80 kilolik o'rtog'ingizni bir qo'lingizda ko'tarasiz suv ichida. Chunki suvni zichligi bu boshqa, havoning zichligi boshqa. Mana shu suv ichidagi har bir buyumni osongina ko'targaningiz kabi homilador ham o'zini harakatlarini oson bajaradi. Lekin tanaga mana shu harakatlar bajarilgan bo'lib hisoblanadi baribir. Keyingi o'rinda homilador bunday maxsus iliq suvga to'ldirilgan basseynlarda to'lg'oq jarayonlarini kutib oladigan bo'lsa, asosan u sezgilarga tayanadi. Og'riqqa emas, har qanday unda bo'ladigan to'lg'oq jarayonini, kuchanish jarayonlari qachon amalga oshirilishi, mana shunday holatlar unga sezgi tuyg'ularini ko'proq oshirib, sezdirilishiga, chustvoyt qilishiga yordam beradi. Chunki iliq suv har qanday to'qimani yumshatib, bo'shashtirib beradi, rasslaniya beradi odamga. Shuning natijasida har bir mushak, har bir to'qimalar elastikroq bo'ladi, yumshoqroq ochiladi. O't qarang. Shuning uchun ham ko'pincha tabiiy tug'ruq jarayonlarida to'qimalari elastikligi yetarli darajada bo'lmaganligi uchun razrivlar bilan tug'iladi. Agar shu narsa yetarli darajada cho'zilganida shu sohalari razriv bo'lmasdan bola chiqardi. Suvda maxsus mana shunday iliq to'ldirilgan basseyn sharoitlarida tuqqan homiladorlar 50% ga kamroq razrivlarga uchraydi. Akusher ginekologlar assotsiatsiyasi isbotlab bergani uchun shu sharoitlar Yevropani hamma akusherstvo va ginekologiya tug'ruqxonalarida qilingan o'zi bu narsalar. Bizda bormi? Bizda shunaqa sharoit qilinganmi? Hamma yaqinda tuqqanlar ayting. Bizda qanaqa? Sovuqmi? Muomalalar jarang-jurang yaxshi bersang, tirjayib, bermaysan deb qaragisi ham kelmaydigan vaziyatda qanaqasiga bunaqa o'zgarish, bunaqa o'sishlar bo'lsin deng. Keyingi o'rinda bunday iliq vannalarda to'ldirilgan sharoitlarda, iliq basseynlarda tuqqan ayollarni tabiiy tug'ruq jarayonini birinchi bosqichini первый период deb aytiladi. Ya'ni to'lg'oq tutib, shunga chotki oxirigacha 10 barmoq bo'lib ochilishini kutadigan vaqti bor-ku, boshi eng yomon ko'radigan payti shu ayollar. Shu davrni o'rtacha 35-40 minutga qisqartirib beradi u suvda tuqsa. Bu degani sheykan raskritsiya ochilish jarayonini ham yengillashtirib tezroq qilib beradi-da. Shuni hisobiga birinchi davr tug'ruqqa to'lg'oq davri, kengayish davri tez o'tib ketadi suvda tug'adigan ayollarda. Ana shunday ekan, bugun sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan suvda tug'ishni Yevropada nima uchun amaliyotda joylarda joriy qilib qo'yganligini, qulay plyus tomonlari haqidagi ma'lumotlar shulardan iborat edi. Endi siz o'z fikringizni yozib qoldiring. Agar sizga shunday imkoniyat berilsa, xuddi Yevropadagidek basseyn sharoitida iliq suvlarni to'ldirib qo'ygan bo'lsa, tabiiy tug'ruqni bir shu basseynda ham sinab ko'rib tug'ib ko'rarmidingiz? Fikringizni qoldiring, хорошо? Пока. Juda ko'p bepul imkoniyatlar yaratilgan. Misol uchun ovulyatsiya kunini hisoblab bilish yoki o'z analizlaringizni natijasini tibbiyot tomonidan tekshirib ko'rish. Sababi nega kamaydi yoki nega o'zgardi, yechimi qanday bilish imkoniyatlari. Doktor Ischanovning mobil innovatsion dastur kitobi chiqdi. Bu kitob hamma tibbiy sohalar bo'yicha turli-tuman mavzulardan iborat. Mana eng kerakli, eng ko'p tashxislar yozma shakllarda, foto, video shakllarda joylangan. Ular haqida barcha ma'lumot, sabablari, belgilari, davo choralari, retseptlari hammasi joylangan. Tabiiy davo choralariga ajratilgan bo'limlari ham bor. Bu innovatsion mobil ilova kitobimizni iPhone'larga yuklash uchun App Store saytidan, iPhone emas telefonlarga yuklash uchun telefoningizda Play Market yoki Google Play saytiga kirib, o'sha joydan birinchi yordam so'zini yozib, skachat qilib olishingiz mumkin. Yoki shu videoni tagiga kod yozuvda ssilka qoldiraman, uni ustiga bosib, skachat qilib yuklab telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin.